Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana navbatdagi gibridimizni o'rnatdik. Mana antifrizli variantini qildik. 65 litr antifriz ketdi. Samotoy holatda aylanyapti mana. Ilmida atak mana uylarimiz yonib 4,5 metrli uyga ikkita qo'ydik. Issiqlik berilishi zo'r. Qaynoq hammasi. Mayt koridorga qo'ymadik. Maytda ko'plar bor. Mana bunga bitta qo'ydik. Isitishda xudo xolasa muammo yo'q. Mana bitta riyatda ko'hna koridor, spalnik, mana dush.